onlayn fatvo berishlik qanchalik to'g'ri? U qissalardan hukm olinmaydi. Har gap dalil bo'la olmaydi. Qo'shtirnoq ichidagi shar'iy chaqiriqlarga aldanib ketayotgan ba'zi hamyurtlarimiz bor. Soxta chaqiriq halokatga olib boradi. Onlayn nima qilish mumkin? Hukm onlayn hal qilinmaydi. ChatGPT qanchalik qodir taloq haqidagi savollarga javob berishga? Sun'iy intellekt fatvo bera oladimi? Juda ham yengil qarashyapti insonlar. Pul yo'q bo'ladigan kun keladi qiyomatda. U kunda bahona yo'q. Nohaqni bilib turibdi. Yo'q, sen bilasan-ku, siz mana domla aytdi-ku. Bilib turib amal qilish gunoh emasmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunchalik ehtiyotkor bo'lgan. Bu domlang kim bo'libdi endi? Ular payg'ambardan ko'ra bilimliroqmi? Odamlar shu narsaga ahamiyat bermayapti-da. Fatvo o'yin emas. Agar ehtiyot bo'lmasalar, o'zlarini halokatga otgan bilan teng bo'ladi. Juda ham og'ir narsa. Ogoh bo'ling. Qur'oni Karim o'zi shu narsaga buyurgan bizni. Bugun anglamasak, ertaga kech bo'ladi. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz muxlislar. Bugungi podkastimiz fatvo berishga kim haqli nomi ostida bo'ladi. Darhaqiqat, islomda fatvoning o'rni va ahamiyati juda katta hisoblanib, fatvo beruvchi Alloh taoloning va uning rasuli nomidan gapiradi. Zero fatvo oddiy maslahat emas, balki Allohning hukmini bildiruvchi yechimdir. Shunday ekan, bu yo'lda kimdan yo'l so'rash, haqiqatni qanday izlash har bir mo'min musulmon uchun juda muhim. Bugungi kunda internet foydalanuvchilarining ko'pchiligi YouTube, Google, Telegram, hatto ChatGPTdan fatvo izlashga harakat qilmoqda. Bu harakatlar shariatga asoslanadimi? Aslida fatvo haqida kimdan va qayerdan hukm izlash kerak? Mana shunday muhim savollarga bugun birgalikda javob izlaymiz. Shu maqsadda studiyamizga O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazining katta ilmiy xodimi ustoz Saidjamol domla Masayidovni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz domla. Xush ko'rdik, rahmat. Domla, mana siz bir necha yillardan beri Toshkent Islom institutida talabalarga fiqhdan, fatvo masalalarida dars berib kelasiz. Aytingchi domla, zamonaviy masalalarda fatvo berishda qanday ilmlarni bilish kerak? Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat domla, bugungi juda ham bir nozik mavzudagi ko'rsatuvga bizni taklif qilganingiz uchun. Albatta, fatvo beruvchi kishi birinchi galda Qur'oni Karim va unga bog'liq ilmlarni puxta bilishligi kerak. Qur'oni Karim unga bog'liq bilimlar bilamiz, o'sha ulumul Qur'on, Qur'on tafsiri kabi va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari, ya'ni hadis shariflarini va unga bog'liq ilmlar, o'sha mustalahul hadis, hadisni nasikh mansuhlari, ali yuqorida Qur'onni ham nasikh mansuhlari, xullas buni sahih, zaif, mutawatir yoki ahad kabi turlari ko'p. Endi uni mutaxassislar yaxshi bilishadi. Shu sohalarni puxta bilishligi. Endi Qur'on ham, sunnat ham asli til arab tili bo'lganligi uchun bularga qo'shimcha arab tilini mukammal bilishligi kerak bo'ladi. Arab tilini bilamiz, nahv, sarf, balog'at, ilmul badi', ilmul bayon kabi arab tilini mukammal bilishlikka, uni puxta tushunishlikka yordam beruvchi sohalari, fanlari bor. Shularni hammasini bilish kerak. Mantiq ilmlarigacha hammasini o'zlashtirgan bo'lish kerak. Chunki ba'zan ayrim oyatlarda haqiqiy ma'noda iroda qilinmasdan majoziy ma'no iroda qilingan bo'lishligi mumkin. Va hokazo shunga o'xshagan vaziyatlarni nima hal qila oladigan bo'lishligi kerak. Bulardan tashqari fuqaholar o'zlari shu hukmlarni Qur'ondan, sunnatdan, ijmodan olishib to'liq bu haqida kitoblar yozishdi, fiqh haqida. Ular ayrim masalalarda kerak bo'lsa ixtilof qilishdi. Ularni fuqaholarni o'sha masalaga tegishli qovullarini bilishligimiz kerak. Bilishligi kerak bo'ladi fatvo beruvchilar va ulardagi ixtiloflarni hammasini bilishligi kerak bo'ladi. Fiqhni bilishlikni to'liqroq tushunishlik uchun
uni fiqni usul fiq degan nimasi bor, asoslari bor, fiq asoslari bor va qavoidil fiq degan uni yordamchi nimalar, fanlari bor. Ularni bilishlik kerak bo'ladi. Ashboh va nazoir degan bir soha bor. Bularni bilishlik kerak bo'ladi. Har birini shular orqali fiqhni bir nima qilishlik mumkin bo'ladi. Ya'ni umumlashtirish, jamlashtirish. Bularni hammasini bilish kerak. Ana undan keyin insonlarning urf-odatlarini bilishimiz kerak. Chunki biz mana bu internet sohasiga o'tirganimizdan keyin albatta har xil millat, har xil nimadagi joylarda, har xil makonlarda yashaydigan insonlar savol berish mumkin bo'ladi. Ulardagi urf-odatlar, ulardagi o'sha insonlarning turmush tarzi va hokazolarni ham bilishlik kerak bo'ladi. Shularni hammasi, ya'ni buni ilmul voqea deydi, ya'ni voqelik ilmlarini bilishligimiz kerak bo'ladi. Yana ba'zi masalalarda fatvo berishlik uchun hisob ilmidan, masalan meros masalalari yoki bo'lmasam shirkat masalalarida, muzoroba masalalarida yoki bo'lmasam yana ba'zi ilmlarni bilishlik uchun astronomiyani bilish, ya'ni qiblani topishlik, uni aniqlash, namoz vaqtlarini aniqlash uchun shunga o'xshagan narsalarni bilishlik kerak bo'ladi. Ularni ham fuqaholarimiz yaxshi bilishgan. Fuqaholarimizni ham u sohaga, ham bu sohaga oid kitoblari bor. Ana shularni hammasini o'zlashtirgan bo'lishlik kerak. Ya'ni qo'yingki, shu zamonasini eng ilg'or kishisi bo'lishligi bilan birga zamonasidagi hamma sohani tushunadigan, ilmiy shariat ilmlarini ham o'ta puxta mukammal egallagan bo'lishi kerak. Yana ba'zilar shunaqa shart ham qo'yadiki, bugungi kundagi o'sha tibbiyotni yutuqlaridan ham xabardor bo'lish kerak. Bugungi kundagi o'sha kimyo ilmlarini yaxshiroq bilish kerak. Chunki yeguliklarimiz avvalgiga o'xshagan oddiy tabiiy narsalarning o'zidan bo'lmay qoldi. Tabiiy meva va undan siqilgan sharbatdan iborat bo'lmay qoldi. Unga qanchadir narsalar, qo'shimchalar, kimyoviy yoki biologik birikmalar qo'shilgan narsalarni bizga olib kelishadi. Ularni qanday narsalar qo'shilganda halol, haromligini aniqlash uchun ular to'g'risida ham qisman ilm bo'lishi kerak. Qo'yingki, bir so'z bilan aytganda, zamonamizni hamma sohadan xabardor bo'lgan eng ilg'or, puxta ilmlarni egallagan va shu bilan birga diniy ilmlarni mukammal egallagan insonlar fatvo berishlikka haqli deb bilamiz. Rahmat domla. Hozirgi kunda qo'shtirnoq ichida o'zlarini domla deb tanishtirayotgan ba'zi kishilardan fatvo so'rashlik va ularga ergashishlik qanchalik xatarli, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi domlalar haqida. Qo'shtirnoq ichida deganingizdan tushundim. Ya'ni o'sha fatvo berishlikka, biror bir narsani hukmini aytishlikka o'sha o'zida yetarli malaka bo'lmagan insonlar haqida insonlar nazarda tutyapsiz. Hozir balki biz fatvoni xatarli tarafini o'rgandik, mas'uliyatini biroz tushungandek bo'ldik. Agar o'zi aslida biz mana shu fatvoni mas'uliyat haqida ko'p gapirsak, o'sha qo'shtirnoq ichida domlalar balki yo'qolar. O'z-o'zidan man vohiyatni tushunib aytgandan keyin men haqli emas ekanman deb o'zlari maydonni tark etishar. Aksincha, lekin siz aytganingizdek o'zlaridan qanaqadir mutaxassislar, qanaqadir bir olimlarni yo'l boshidan yasab olib chiqishadi. Chiqib odamlarni boshqa yo'lga kirib ketishga sababchi bo'lishadi. Ba'zan shunaqa nimalarni ham bilaman, shunaqa insonlarni ham eshitgan. Meni o'zimga ham bir shunaqa tavsiyalar bo'lgan. Ba'zi paytda shu sizdan misol uchun chiqqan shu gaplaringizni, bergan javoblaringizni men o'zimni nimamga qo'yib borsam, shu sal nimalarni, fikrlarni o'zgartirgan holatda deydiganlar chiqib turadi endi. Har bittasini menga ko'rsatib ulgurasizmi desangiz, endi ba'zan ko'rsataman, ba'zan ko'rsatmayman. Ko'rsatmasangiz men ruxsat bera olmayman. Men-ku unaqa ko'p fatvo bermayman. Lekin qo'ysin, o'sha odamni o'zi qo'ysin, o'sha odamni o'zi, hamma taniydigan odamni o'zi. Bu odam maqsadi nima qilmoqchi tushunmadim. Chunki sohasi butunlay boshqa yo'nalish. O'zini yana bu diniy sohaga ham, domlalikka ham olib kirmoqchi. Bu bilan yo odam yig'moqchimi, yo boshqa narsa qilmoqchimi bilmayman. Endi mayli biz yaxshi niyatda savob qilmoqchi deylik, lekin savob qilish uchun bu fatvo masalasi nozik-ku.
ko'p shartlar topilishi kerak. O'shaning uchun birinchi galda men avvalo shu qo'shtirnoq ichidagi domla, o'zidan shayx yasab olganlar, ustoz yasab olganlar bilan to'g'ri tushuntira olishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bekorga aytmaganlar. Ajrokum alal futi, ajrokum alal nar. Ya'ni sizlarni ichlaringizda o'sha fatvo berishlikka jur'atlirog'ingiz do'zaxga jur'atliroq. Alloh asrasin. Biz odamlarga din o'rgatishlikdan maqsad savob va jannat bo'ladigan bo'lsa, bu do'zaxga jur'atliroq qilib qo'yishi mumkin bo'lgan narsa ekan. 100% bilib, shuni ishonchli ustoz, u ustoz silsilalar bilan ilm olgan bo'lib sizga ruxsat bersa keyin gapirishingiz haqli bo'lardi. Uni o'zining qoidasi bor edi. Lekin afsuski butunlay boshqa sohaning odamlari shunaqa. Endi mayli shu sohaning odamlari ham deylik, haligi domlalarni, shu sohaning odamlari. Lekin biz ilgari aytiladi chala mullalar deyiladi. Hali chala fatvo berishga shoshadi biroz. Hech qanaqa undan boshqa odam yo'qdek tasavvur qiladi-da. Mayli bir masalani juda yaxshi o'rgangandir, qaysidir bitta sohani. Lekin u odamlar sen bitta masalada javob berganingdan keyin atrofingga hamma o'zini dardini aytib savolini berib keladi. Shuni sen hisobga olishing kerak. Sen bilmayman deya olasanmi? Bilmayman. Bu mujtahidlar, bu ummatni mujtahidlari bilmayman deya olardi. Mujtahidlar. Imom Malikning oldiga uzoqdan bir kishi kelib savol so'radi. Mana shuni hukmim nima? Men bilmayman javob. Men shuncha joydan keldim. Shuni javobini Imom Malikdan bilib kelaman men. O'zlaridan bilib kelaman. Keldim. Nima deyman borib odamlarga? Qanaqa bu? Ya'ni go'yoki u sharmandalik deb his qilyapti-da. U odamlarga borib aytsa Imom Malik bilmas ekan deb aytasan dedilar. Oddiy. Chunki Imom Malik biladilar. O'rni kelganda Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'rni kelganda bilmayman deb javob berganlarni biladilar. Chunki bir hadis sharifda Imom Ahmad rivoyat qilganlar, bir kishi kelib so'raydilarki, "Ya Rasululloh, shu eng Alloh taologa mahbub joylar, eng yaxshi suyukli bo'lgan joylar qaysi?" Bilmayman deydilar. Mayli, men Jibrildan so'rab ko'raman birodarimni. Keyin farishta Jabroil alayhisalomdan so'rab ko'rib, u ham bilmayman deb vahiy kutishadi. Vahiy orqali Alloh taolo javob bergandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam undan xabarni bilib turib, keyin u odamga dedilarki, "Ahabbul biqoilalloh al-masajid" deb shunaqa dedi. "Abghadul biqo al-aswaq" dedi. Ya'ni joylarning eng yaxshisi masjidlar, eng yomoni bozorlar ekanligini xabarini berdilar. Buni bilishadi-da, Imom Malik biladi. Shuning uchun ular shoshmagan bu narsada. Imom Ahmad rahimahullohdan bir kishi kelib so'raydi. "Ya shayx, 100 ming hadis bilgan odam fatvo berishsa ruxsatmi?" deb so'raganlarida, "Yo'q" dedilar. 200 ming hadisni bilgan odam fatvo so'ralsa bo'ladimi? "Yo'q" dedilar. Qo'yingki 300 ming, 400 mingga qilsa ham yo'q, 500 mingga chiqqanlar umid qilaman deydilar. Shu odam o'shanda ham 500 ming hadis yodlabdi, baraka topsin, bu endi olim ekan, bundan hamma narsa so'raveringlar demayaptilar. Umid qilaman shu odam fatvo berishi mumkin deb shunaqa deyaptilar-da. Qarang, shunchalik nozikligini his qilib turibdilar. Ular bekorga shunaqa bo'lmagan. Bu biz avvalo mana shu insonlarni o'sha hali chala o'qib turib shoshmaslikka chaqira olishimiz kerak-da. Shunda biz menimcha osonroq qutulamiz. Endi bunaqa narsani, bunaqa xatarlikni eshitgandan keyin odamlar ham eng ilmlilardan so'rash kerak ekan. Ilm ahlidan so'rash, asalu ahla zikr, ya'ni ilm ahlidan so'rashligi kerak. Ya'ni har kimdan so'rash kerak emas. Domla, yana bir shu o'rinda savol paydo bo'ldi. Onlayn fatvo berishlik qanchalik to'g'ri? Bu xatarli emasmi? Ya'ni chetda turib olib, ma'lum kishilar tomonidan internet orqali boshqa bir kishiga fatvo berish. Onlayn fatvo berishda hech qanday bir yomonlik ko'rish kerak emas aslida. Chunki qaysidir insonlarni hayoti o'sha virtual olam deymizmi? Shu olamga kirib qoldi-da. Ya'ni bu dunyo ham xuddi ikkiga bo'linib qolgandek bo'ldi-da.
haligi nima bo'lib odamlar faqat shu nimadan chiqmaydigan, o'sha raqamli virtual olamdan chiqmaydigan va oddiy jonli muloqotda yuradigan insonlarga bo'linib qoldi. Endi ular har bir narsani shundan qidirib o'rganib qoldi endi. Ularga ham baribir sifatli, yaxshi kontent kerak-ku, to'g'rimi? Shu jihatdan olib qaraganda bu masalaga bir yoqlama javob berishlikni men biroz shoshqaloqligimi deb hisoblayman. Ya'ni to'liq mumkin emas deb turib qutulishlikni. Haqiqatan mumkin emas bo'lgan o'rinlar bo'ladi. O'shalar haqida gaplashsak, masalan, onlayn savol bersa javob berib, uni hukmini bayon qilish, unga foydali shar'iy masalada javob qilish, bu albatta siz aytgandek yaxshi. Lekin xatarli jihatlari ham bormi? O'sha xatarli jihat haqida gapirsangiz. Ajratib olishimiz kerak. O'sha sifatlidan sifatsiz, foydalidan zararli ajratib olishimiz kerak. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? O'sha xuddi eng ilmlidan so'rash bilganimizdek, musulmonlar orasida onlayn fatvolar, zarurat kuchayganda, dolzarb kuchayganda chiqib turadi. Vaziyatga qarab. Shunaqa ko'rsatuvlarimiz bor. Shunga o'xshagan bir taniydigan ustozlarimiz hammasi tavsiya beradigan insonlar onlayn chiqib turibdi. Albatta ulardan fatvo olamiz. Ular bilan biz muloqot qila olishlik nimasida turibmiz. Lekin biz ko'pincha taqiqlaydigan, xatarga yo'liqtiradiganlari biz bilmaydigan. Na mazhabini bilamiz, na o'zini yaxshi taniymiz, qayerda ilm olganini, qaysi shayxdan ilm olganini bilmaymiz. U hali kitoblarni bittiktasini yoniga qo'yib olib, shuni o'qiyotgandek ko'rsatib, nima qilishligi bilan u olim bo'lib qolmaydi. Biz ajratib olishimiz kerak. Foydali kim, zararli kim? Biz o'zimiz taniymizmi? Mayli taniganimiz, bilganimiz onlayn chiqar balki, chunki u inson texnologiyalardan yaxshi foydalana olar. Onlayn chiqar yoki telefon orqali chiqar, undan foydalanamiz, so'raymiz. Jonli ekanda uni qidirib, misol uchun Samarqand, Toshkentga bormaymiz. Foydalanamiz, lekin haligi aytganimizdek tanishimiz kerak, bilishimiz kerak. Uni ustozi borligini, qayerda o'qiganligini, mazhabi nimaligini, bizni to'g'ri yo'lga boshlovchi yoki noto'g'ri yo'lga boshlovchiligini shu tomonlariga farqiga borib keyin onlaynda foydalansa bo'ladi. Yana masalalarga ham bog'liq. Mana biz fatvo markazida bizni tajribamizdan o'tadi. Qo'l markaz orqali qo'ng'iroq qabul qilinadi yoki bo'lsam internet orqali savollar yo'llashadi. O'sha paytlarda bir xil masalalarda o'rtada to'liq bir-birini so'rovchi bilan javob beruvchi bir-birini tushuna olmaydi. Siz agar imkoniyatingiz bo'lsa, biror kun tashrif buyursangiz, shu yerda jonli nima qilsak, muloqot qilsak, siz javob olib kelasiz deb chaqiriladi ularni. Shunaqa qilinadi. Ya'ni masalalardan kelib chiqadi. Ba'zan nozik taloq masalalari bo'lishi mumkin yoki qanaqadir bir meros kimlardir qolib ketgan bo'lishi mumkin. Xullas nozik masalalar ko'p. Nozik masalalar ko'plab topiladi. Birinchidan domla o'sha, ya'ni fatvo beruvchini ishonchlilik, ilmiy darajasi, haligi aytgandek ustozlari kim, mazhabi qanaqa, foydali foydasi. Shu tomonni ajratish kerak. Ikkinchidan masalani qanchalik shu hal bo'ladimi, bo'lmaydimi? Masala jiddiy. Chunki ba'zi narsalarda biz o'ta jiddiy qaraymiz da hamma mablag'imizni sarflab shuni nima qilishga harakat qilamiz. Lekin oxirat masalalariga ko'pincha unaqa jiddiy qaramaymiz. Hozir bo'linglar, kelinglar desangiz, men bora olmayman ham deb qo'yadiganlari chiqadi ba'zi birlarning ichida. Shunaqa odamlar jiddiy bo'lishligi kerak. Bu masalani yuzma-yuz hal qilinishligi kerak bo'ladi. Ana o'shalarda biz onlayndan foydalana olamiz har doim. Rahmat domla. Yana bir muhim bir nuqta bor. Ijtimoiy tarmoqlarda notiqligi bilan tanilgan kishilar bor va ularni eshituvchilar tomonidan ilhomlanib, ularning fikrini fatvo sifatida qabul qilishlik yoki ularga ergashishlik qanchalik to'g'ri? Mana shu masalada nima deya olasiz? Bizning dinimizda va'z, go'zal va'z, go'zal mana qissalarni chiroyli yetkazib berishlik orqali insonni ichki shuuriga ta'sir qilishlikdan keyin foydalaniladi va shu orqali ko'pincha insonlar hidoyat topganini ko'ramiz. Haqiqatda mana siz notiqlar dedingiz.
notiq, voiz, ayrim kitoblarda mana bularni qassos ham deb kelingan, ya'ni chiroyli qissalarni so'zlab beruvchilar deb kelingan. Endi bularni maqsadi nima? Bularni maqsadi o'zi aslida hammasini maqsadi xayr, yaxshilik. Ya'ni go'zal, ibratli voqealarni aytib turib, undan bir chiroyli xulosa olish, ibratlanish, undan namuna olishga odamlarni chaqirishdan iborat bo'ladi. Ya'ni kimnidir masalan yo payg'ambar alayhissalomlardan birortalarini yoki sahobalardan kimlarnidir yoki ulardan keyingi ulug' zotlar, tobiinlar va hokazo mujtahidlar yoki obid zotlar, zohid zotlar misol uchun yoki ba'zan hukmdorlar haqida ajoyib mana shunaqa hikoyat, rivoyatlar bo'ladi. Ko'plar endi u ishonchsizligi masalasini to'g'ri gapirmaymiz, ishonchli deb hisoblaylik. Ishonchlilari shular bo'ladi, ularning hayoti shunaqa bir ibratli tomonlari bo'ladi. Ularni yetkazish orqali insonlarga chiroyli ta'sir qilinadi. Odamlar baribir bir oldiga maqsad qo'ygan odamlar, masalan oldiga jannat maqsad qo'ygan insonlar shulardan o'rnak olishga harakat qiladi. Demak, ular bizga kerak. Lekin u qissalardan hukm olinmaydi. Odamlar shuni almashtirib qo'ymasligi kerak. Uning ichida ba'zan taqvo yuzasidan bir qanaqadir amallarni qilishi mumkin. Kimdir masalan mana Imom Buxoriyning hayotlarini qaraydigan bo'lsangiz, 19 nechtadir ari chaqdi sezmadilar-da. Sezmadi, keyin shu mashatimda bir nima bo'lgandek bo'ldi. Chunki ular ilm nima bilan band edilar-da. Qarasa 19 joyini ari chaqibdi. Ari bittasini o'zi uchib kelayotganda o'zi biz qanaqa cho'chib ketamiz-da. Hamma narsani tashlab sezamiz haligini uchib kelganini. Ular uchib kelib, qo'nib shunchasini joyiga aziyat bersa ham shu yerda bir narsa nima bo'lgandek bo'ldi, qaranglarchi deydilar-da. Yoki bo'lmasam ularda ichida shunaqa insonlar bo'lganki, ustoziniga yaqinroq o'tirishlik uchun kech kelib qolgan joy topolmasdan oxiri bir tuynulardan, teshiklardan kirib, kiyimi ham ilinib, yirtilib, etlaridan ham, badanlaridan ham ozgina joyi ilinib, shikastlanib kirib keldi, shunda o'tiribdilar. Shikastlanib, buyoqlari, badanlari, kiyimlari yirtilib, maqsad u narsalar bilingan yo'q. Shunda xursand, alhamdulillah, yaqinroq keldim ustozga. Ulardan biz hukm olmaymiz. Nima tahorati nima bo'ldiki, anaqa bo'laverar ekanda, shunaqa qilib o'ziga joniga jabr qilsa bo'laverar ekanda falon, ulardan hukm olinmaydi. Shuning uchun asosan ixlosi, ustozga bo'lgan hurmatlari to'g'risida gapirilmoqda u yerda, so'z ketmoqda u yerda. Shuning uchun ayrim misol uchun o'sha qassoslar dedimku, o'sha paytda bo'lgan o'sha voizlar, qassoslarni ayrimlarini nimasidan ogoh bo'lishligini, hukm ogoh bo'lishini ulamolar o'z vaqtida doim ogohlantirib kelishgan. Ogohlantirib kelishganki, shu bularni nimasidan ayniqsa ular shu insonlarga voqealarni gapirishlikda ba'zan shu qissalarni, rivoyatlarni ishonchli yoki ishonchsizligiga ham unchalik e'tibor bermay qo'yadi-da. Unaqa ham sodir bo'ladi. Mayli ishonchli bo'lgan taqdirda ham, lekin u insonlarning hayotiga taalluqli narsalar bilan o'ziga hukm olinmaydi. Faraz qiling, falon yurtda, Shom yurtida yoki Iroq yurtida yoki misol uchun turklar diyorida, Movaron nahrida, Xorasonda deylik, bitta voiz chiqibdi, hamma uni nimasidan shunaqa ekan, ta'sir o'tkazar ekan desa, hozir internetda hamma eshitishi mumkin-da uni. Butun dunyo eshitishi mumkin. Shuning uchun ularni sharoitlari qanaqa holatda, ular o'zi kim, ishonchli qissalarni gapirdimi, boshqa qildimi, u masalani juda ko'p jihatlari bor, e'tiborga olinadigan. Shuning uchun ulardan hukm olib, keyin uni odamlarga yetkazib, odamlarni adashtirib yurilmaydi bu narsa. Demak, qissalardan, rivoyatdan ko'zlangan avvalo maqsadni tushunish,
va undan ibrat olsa bo'ladi. Ko'm olib, fatvo olib, o'sha boshqalarga ham uni targ'ib qilishi bu xatoga olib kelishi mumkin. Internetda notiqlar ham xuddi shunday bo'ladi-da. Ularda ham agar Alloh taolo ham notiqlik, ham ilmni bergan bo'lsa, nima deydi, nur ustiga nur, ya'ni biz ulardan mayli nima qilamiz? Tanisak, bilsak ilmiga qilamiz. Lekin ko'pincha o'zi bu bor narsa, qarangda, mana ilm bor. Ilmni ko'p nozik jihatlarini biluvchilar bor. Lekin uni insonlarga yetkazuvchilar bor-da. Yetkazish alohida. Lekin ilmga ega bo'lishlik alohida. Shuning uchun har doim balki o'zimiz yurtimizda ham bor. Eng katta ilmlilar doim eng katta notiq bo'lolmagan. Eng katta shu omma tarafidan juda chiroyli qabul qilinib, qo'lma-qo'l bo'linmagan bo'lishi mumkin. Lekin eng katta ilmlilar. Shuning uchun biz buni hammani o'zini o'rni va vazifasini bilishimiz kerak-da. Domla, aytingchi, hozirda internet orqali tarqalayotgan noto'g'ri fatvolar jamiyatda qanday ixtilof yoki fitnalarga sabab bo'lishi mumkin? Buni javob berish uchun biz mana kechagi voqelikka qarashimiz o'zi yetarli bo'ladi. Ya'ni ba'zilar aytdiki, mana arab bahori degan butun arab mamlakatlarini juda ko'pini qamrab olgan bir bezovtalik, bir qon to'kilishlar, shu vayronagarchiliklar, bularni hammasini shu nima orqali chiqib keldi deydi mana shu. Internet orqali, ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlar orqali, mana shular orqali shunga buzg'unchilikka chaqiriqlar va unga insonlarni ishonib javob berishlar orqali chiqib keldi deyish mumkin. O'zimizda ham ba'zan ko'zimiz tushib turadi. Har yili Ramazon yaqinlashayotganda yoki bo'lmasam hayit yaqinlashayotganda Ramazon bilan birinchi bo'lib tabriklasa, shu tabriklagan men bo'lishim kerak, unga shunaqa jannat ekan, unaqa bunaqa ekan degan bir ishonchsiz rivoyatlar. Biz necha marta fatvo markazi orqali shu rivoyatlarni tarqatmanglar. Uni yana shu nimani xohlaganlar, odamlarni ovozini xohlaganlar, xullas odam o'zini nimasini ko'paytiruvchi, kuzatuvchilarni ko'paytirishni xohlaganlar, yana shu odamlarni diniy saviyasi pastligidan foydalanib yana bir chiqarib qo'yadi har yili. Yana har yili nima bo'ladi? Odamlar natijada qarang, qanaqa ixtiloflar keladi. Bizda misol uchun Ramazon boshlanishi kunligini o'sha musulmonlar idorasi aniq kunni aytib, o'sha bu haqida davlatimiz rahbari nimani chiqarmagungacha turamiz, kutamiz o'sha hayit bo'yicha ham. Shu keyin o'sha musulmonlar idorasini tavsiyasi bilan o'sha hamma narsa isbotlangandan keyin biz mana oxirgi paytda Turkiy davlatlar ham bir kunda qilishlik kelishganmiz. Hamma kuzatadi, shu Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston o'rganib turib, shu xulosaga kelganimizdan keyin uni chiqaramiz. Ana o'sha haqiqiy nimasi bo'ladi. Ungacha falon kuni hayit ekan, falon kuni ro'za ekan degan narsalar bilan odamlar chiqib har xil ixtiloflar, keyin men falon kunga iftor belgilab qo'ydim, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bu narsalar degan tushunmovchiliklarni chiqarishlikni boshlashadi. Demak, bunaqa zararlarni bu endi ijtimoiy kichkinaroq zararlar, lekin kattaroq zararlar, mana butun davlatlar, bir tuzumlar bo'lib ketishi, qancha insonlar sababchi bo'lyapti. Endi mana shu zararli chaqiriqlar davom etgani tufayli qancha yoshlarimiz aldanib, xayollardadir bir nima bor ekan, savob bor ekan, ajr bor ekan deb turib boshqa yurtlarga qanchasi ketganligi va ular qo'lga tushganligi ma'lum bo'ldi. O'shalar shu zararli ekanligini, bu da'volar puch ekanligini, uni orqasida turganlar kim ekanligini tanimasdan ketayotganligida. Ibn Sirin rahimahullohning gaplari bor. Inna hazal ilm din deydilar. Ya'ni bu ilm bu dindir. Fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Shu dinlaringni kimdan olayotganlaringizga qaranglar deydilar. Qaranglar, ya'ni ogoh bo'linglar bunga, e'tiborli bo'linglar. Bu oladigan har bitta ilmimiz demak bu dinimiz ekan. Qarang, endi kimdan olishlaringizga qaranglar. Biz tanimaganimiz, uni chaqiriqlariga chiqib ketaveradigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Bu dinimizning ahvoli nima bo'ladi?
o'zimizga murojaat qilishadi-da o'sha nima ijtimoiy tarmoqlar orqali. Biz misol uchun Koreyani falon joyda yoki misol uchun Slovakiyani falon joydamiz, yo Rossiyani mana bu joydamiz. Bizni namoz vaqtini ajratib nima qilib beradigan odam yo'q. Qaysi kuni o'qiymiz, bunaqa qiladigan odam yo'q. Ularda shu onlaynni foydalansa bo'ladi emas, majbur foydalanishga bo'ladi. Lekin bizda menimcha juda bunga bog'lanib qolmasak ham bo'ladi-da endi bu narsa. O'shaning uchun to foyda bilan zararni ajratganimizgacha. Endi foydani ajratib olsak-ku mayli, hali aytganimizdek. O'zimiz ham kerak bo'lsa mana taniqli ustozlarimiz ham shundan foydalanishadi misol uchun. Lekin hali foyda bilan zarar biz qanaqa joyda yashaymiz? Ahli ilmlar ko'p. Nimalar savol oladigan nimalarimiz yetarli, savollarimizga javob oladigan manbalarimiz yetarli, kitoblar deymizmi, boshqa narsalar deymizmi, hammasi qo'limizga ketma-ket kelib turibdi. Boradigan masjidimiz ham uzoq emas yoki nimamiz ham hammasi ular birpasda bog'lanib, agar o'zlari bilmasa hal qilib beradi. Juda men aytmoqchimanki, bizni hayotimiz ulardagi darajasida emas-ku. O'sha tanimaganlardan qilib nima qilib ketaveradigan, so'raydigan. Buni orqasidan qarang qancha vayronagarchilik, qancha buzg'unchilik kelishi mumkin. Ularni xatarlari oilalar ajralib ketyapti-da buning orqasidan. Masalalar zarar tugamaydi, oilalar ajralib ketadi. Sheriklar nima bo'lib ketadi? Nimaga shu qanaqadir falon joydagi fatvo bunaqa bo'ladigan bo'lsa, sen bunaqa er bilan yashashing kerak emas deb o'zini vaziyatidan kelib chiqib turib gapiradi-da u. O'zini sharoiti, o'zini holatidan kelib chiqib turib, ya'ni o'zi yashayotgan davlatdagi muhitdan kelib chiqib turib gapiradi. Uni bilmaydi bu yerda qanaqa, bu yerda qonunchiligi qanaqa davlat, qanaqa nimada yashab turibdi, sharoitda ularni bilmasdan gapiradi. Keyin bu to'g'ri gap shu ekan, mana Qur'ondan dalil keltirdi yoki hadisdan dalil keltirdi deb turib unga amal qilib turib eridan ajrashib ketmoqchi bo'lganlar chiqib qoladi. Oilalar buzilib ketib, bolalar yetim bo'ladi uning orqasidan. Qarang, qancha zararlarni hisoblayverishingiz mumkin-da. Yoki bo'lsam bunaqa joyda ishlamasligim kerak ekan, turib juda yaxshi mutaxassis o'sha noto'g'ri fatvo sababidan zo'r mutaxassis, unaqa tengi yo'q mutaxassis bularni hammasini tashab turib fermerlik yoki nimalikka o'tib ketyapti. Kuchli, misol uchun bo'lmasam kuchli shifokor. Afsuski, o'sha hammasi haqiqiy o'z egasini topib so'ramaslikdan-da endi bular hammasi. Zararlari ko'p. Domla, yuqoridagi javoblaringizda hayolimga ikkita masala keldi. Birinchisi Ramazon kunini e'lon qilish yoki hayit kunini e'lon qilishdagi o'sha noto'g'ri fatvoning oqibati. Mana Ramazon kunlari, ya'ni Ramazon ro'zasini tutishlik qat'iy belgilangan. Undan bir kun ortiqcha yoki bir kun kam tutish ham bu ibodatiga noqis bo'lishiga sabab bo'ladi. Domla, yana bir muhim masala, nikoh, taloq yoki meros kabi o'ta jiddiy masalalarda onlayn yechim topishga urinish qanchalik xavfli deyish mumkin? Nikoh, taloq, meros kabi o'ta jiddiy, o'ta muhim masalada. To'g'ri aytdingiz, haqiqatda o'zi onlayn yechish masalasiga biz haligi 100% qo'shilmadik. Endi qo'shiladigan o'rinlarimiz bo'ldi, agar ishonchli bo'lsa, domla o'zimiz tanigan, bilgan, ustoz yo mazhab yo hamma yo'g'ini bilgan inson bo'lsa, undan bilmagan narsamizni so'rab olib unga amal qilishimiz mumkin dedik. Aks holda shubhali bo'ladigan bo'lsa mana qaytardik. Endi hozir aytgan masalalaringiz u yana ham nima jiddiylikni talab qiladi. Butunlay bir oilani, bolalarni yetim qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi yoki agar misol uzoqroq bo'lsa ham qarindoshlar o'rtasida bo'lgan bo'lsa, nikoh qarindoshlarni ham bir-biriga teskari qarama-qarshi qilib olishingiz mumkin bo'ladi butunlay. Bu qarindoshlar buzildi degani jamiyatda bir qanaqadir yoki o'sha mahalla, o'sha qishloq jamiyatda, oilada, shaharda qanaqadir bir-birini yomon ko'radigan insonlar ko'payib ketadi. Insonlar
qachon bir birini yaxshi ko'rib hurmat qilsa shuncha jamiyat tinch yaxshi bo'ladi. Yoki meros masalalarida mol bir birini nohaq molini yeb qo'yishlik mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu masalalarda onlayn nima qilish mumkin? Onlayn muammolarni tushuntirish, boshqacha aytganda onlayn darslar qilish mumkin. Ishonchli domlalar onlayn darslar qilishi mumkin. Lekin savol tug'ilsa, muayyan muammoni hal qilishga qolganda bunday yo'l tutmagan ma'qul. Chunki ko'pincha shu yerda nima deydi, huzuringizga kelgan odam bilan farqi bo'lyapti-da. Huzuringizga farqi bo'lyapti. Boshqa masalalarda kecha bir haligi masalan mayitni qarzlarini bo'yniga olish masalasida ham shunaqa muammolarga duch kelish mumkin. O'sha hammasini to'liq eshitgan bilan to'liq eshitmagan o'rtasida qancha anaqalar tushunmovchiliklar bo'lgan. Shunga o'xshab yana demoqchimanki, bu jiddiy masalalarni nimadan bu soni kengga ko'paytirishimiz mumkin. Bularda biz nimalarga shu kuzatuvchilarimizga tavsiya qilgan bo'lardikki, shunaqa jiddiy masalalarda bizni musulmonlar idorasi tizimidagi imom xatiblarimiz, mudarris o'qituvchilarimizga murojaat qilinglar. Ular hal qilishlikka yordam beradi. Bo'lmasa ular kimdan olishlikni tavsiya qiladi? Mana sizlarga yordamni mana shunaqa orqali beramiz deb. Chunki u yerda siz onlayn tarzda gaplashganingizda, odatda mana o'zingiz ham telefonda gaplashganingizda, onlayn gaplashganingizda hayolingiz bir boshqa yoqqa bir ba'zan chalg'ishi mumkin. Ko'zingizga boshqa narsani ko'rib, siz boshqa joyda turibsizda. U boshqa joyda turibdi. Shunda bir qanaqadir u yoqdan bu yoqdan chalg'ishlik bo'lib, nimanidir unutib qolishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zan shu o'zimizni qaytib telefon qilib, bunaqa joyi ham bormidi, falonchisi ham bormidi deb so'raganlarimiz esimda-da. Shu gapirib javob bergandan keyin telefonda yoki nimada. Mana bunaqa tomoni qanaqa edi deb yoki falonchi qarindoshi ham tirikmidi deb so'raganlarimizni eslayman. Shuning uchun bunaqa masalalarda imkon qadar o'sha mayli yaqinroqda bo'lsa ham jonli muloqotga kirishgan ma'qulroq bo'ladi. O'sha turli ko'ngilsizliklarni oldini olish uchun. Rasmiy demak sohada tasdiqlangan imom xatiblarimizdan, ahli ilmlarimizdan yoki bevosita fatvo markazi huzuriga kelib ustozlardan javob olinsa, masalani yechilsa, bu maqsadga muvofiq degan xulosaga keldik. Rahmat ustoz. Endi yana shu o'rinda bir savol paydo bo'lyapti, domla. O'sha muhim nozik masalalardan biri taloq masalasini shunaqa gaplar eshitib oldik. ChatGPT orqali taloqni hukmi, taloq haqidagi fatvolarni qabul qilyapti insonlar. ChatGPT haqiqatda bu bir necha silsilaviy ustozlarga borib taqaladigan u fatvo markazi kabi jamoa yoki ahli ilm ustozlar singari javob bera oladimi? ChatGPT qanchalik qodir taloq haqidagi savollarga javob berishga? Bu to'g'rimi demoqchiman? Ajoyib savol bo'ldi haqiqatda. Endi agar odamlar shunaqa narsaga, ya'ni shu ishlarga qadam qo'yayotgan bo'lsa, shu ishlarga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, juda ham diniy masalalarga haligi e'tibor yengil qarashayotgan ekan, e'tibor ahamiyat berishmayotgan ekan agar shunaqa qiladigan bo'lsa. Mayli endi qachondir shunaqa narsa bo'lar. Shu darajada o'sha ChatGPT rivojlantirilib, mukammal tarzga yetkazilib qachondir bo'lar. Lekin bir yengil mana falon amal farzmi yoki vojibmi degan narsalarga kiritib qo'ysiz programmasini, o'shalarga javob bera olar. Taloq masalasi yana bitta narsa, u ChatGPT o'zbekchani bilsa ham qaysi shevani bilar ekan? Adabiy tilni bilsa kerak endi menimcha, adabiy tilni. Lekin savol beruvchilarni mana shu joyda biz fatvo markazida o'zi ba'zan bir-birimizdan so'rab nima qilamiz-da? Tushunish uchun. Mana kuni kecha menga kelgan xabarga ko'ra ChatGPT shevalarni hammasini bilmas ekan. Shevalar. Bu bilan nima demoqchiman? Taloqda
bitta so'zni ma'nosini chuqur daqiq bilib turib keyin masalani hukmini aytishlik juda ham muhim narsada. Muhim narsa. Ba'zi so'zlarni aytgandan keyin uni egasidan niyatingiz nima edi deb so'raladi. Niyatingizda nima bor edi? Desa niyatimda hech narsa yo'q edi deydi. Niyatimda men maqsadim qo'rqitish edi deydi. U deydi yoki rostdan ham deydi niyatim deydi shundan voz kecha qo'ya qolay bo'ldi endi shusiz ham yasharman degan, ya'ni ajrashish edi qisqacha aytganda edi deb shunaqa nimalarni berishadi-da javoblarni. Undan keyin u so'zini nima qilamiz? Muhokama qilib turib keyin javob beriladi. Shuning uchun hozirgi paytda mana o'sha mutaxassislar haligi gaplar o'sha nima bizni so'zlashuvda iste'molimizdagi so'zlardan ishlatishimizdan kelib chiqib hozirda bu narsadan olishlik juda noto'g'ri. Men aytgan bo'larmiki juda ham yengil qarashyapti insonlar. Bu hayot mamot masalasidan ham og'irda, bu abadiy azob masalasi, abadiy harom. Unga shu ChatGPTga ketgan vaqtingiz shuni odamlarga murojaat qilsangiz ham bo'ladi-ku. Axir bu juda katta narsani hal qiladi. To'g'ri javob berish mumkin bo'lgan o'rinlar bor, lekin qayerda to'g'ri berdi, qayerda noto'g'ri berdi biz uni nima qila olmaymiz-ku. Rahmat domla. Domla, endi xalqimiz ichida fatvo so'rashdagi xatolar ham bormi? Qanaqa xatolar bor fatvo so'rashda? Endi fatvo so'rashdagi xatolar keladigan bo'lsak, bu hammada bor. Xalqimizda ham bor, boshqa xalqlarda ham bor. Avvalo fatvo so'rashligida inson shu narsaga ahamiyat berish kerakki, eng ilmli, eng haqlilardan so'rashlikka harakat qilishlik kerak. Ko'pincha biz bilamiz, inson nafs havosiga ergashib eng yoqimli fatvoga ergashadi-da. Eng yoqimli, nafsiga yoqadigan javobga ergashadi. Hattoki bu narsa ba'zan o'sha nimalarda ham men salomatlik masalalari, dunyoviy ishlarda ham ko'rganman. Bu fatvoga taalluqli emas. Misol uchun sizga ko'p narsani deylik, masalan, ozish masalasida targ'ib qilishadi. Deylik, parhez. Kimdir parhezsiz ozishsa ham o'shanga qarab yuradi. Chunki ham nafsi yeyishni xohlaydi, ham ozishni xohlaydi. Ikkita narsa bo'lishi sal qiyinroq o'ylamaydi. Shunga o'xshab diniy masalalarda ham qarasangiz shu imkon qadar sizni foydangizga bo'laversa. Oxiratda foyda emas. Odamlar bugungi hozir oyog'ini tagiga qaraydi, bugungi kundagi foydaga qaraydi. Hozir foyda bo'laversin. O'ylamaydi ertaga haligi pul yo'q bo'ladigan kun keladi qiyomatda. Yawmala dinar va la dirham. Ya'ni u yerda na dinar, ya'ni na oltin, na kumush, na dirham bor kun. O'sha kunni o'ylab ish qilishimiz kerak. O'shaning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib qadimgi eskirib ketgan meros tortishib kelganlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldin bitta narsani gapirdilar. Hali hukm qilmaslaridan oldin aytdilarki, sizlar ehtimol ichinglarda bittalaringiz gapga so'zamonliklaringiz uchun, o'zini chiroyli yetkaza olishganligi uchun, boshqa qilganligi uchun men ham odamman-da deydilar. Men ham insonman dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'shani dalillari kuchli ko'rinib, o'shani foydasiga hal qilib qo'yarman. Lekin men kimni foydasiga bersam ham, agar u o'zini nohaqligini biladigan bo'lsa, bilsinki, men unga jahannamni cho'g'dan kesib bergan bo'laman dedilar. Xohlasa ozon olsa tashlab ketaversin dedilar. Kelasi ham yo bu buniki deb turib unaqa bo'lib qolishdi. Ya'ni qiyomatdagi azobdan qo'rqib turib, yo buniki. Bizda hozir men ko'raman, mana hozir siz-ku anaqani gapirdingiz. Har xil biz yengil qaradi, ChatGPT boshqa. Men shunaqalarni eshitdimki, o'zini nohaqligini bilib turibdi-yu, nohaqligini. Lekin nariga odam dalil topa olmayapti-da. Shuning uchun mana shu domla nima desa shu. O'zim guvoh bo'lganman.
bilib turibdi, nohaqligini bilib turibdi. "Voy, sen bilasan-ku" desiz, "Mana domla aytdi-ku" deydi. Domla aytdi-ku deydi. Domla Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Men insonman" dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunchalik ehtiyotkor bo'lgan. Bu domlang kim bo'libdi endi? Biz kimmiz? Biz hech kim emasmiz. O'sha haligi gapga ustaligidan yoki dalil kuchligidan yoki anu narigini dalil topa olmaganidan yoki boshqa narsadan uni foydasiga hukm qilib qo'yarman dedilar. Lekin u kesib bergan narsam cho'g' bo'ladi dedilar. Odamlar shu narsaga ahamiyat bermayapti-da. Shu u o'zini foydasiga bo'ladigan bo'lsa, nima qilaveradi? Domla shunaqa dedi-ku, turib pulni solib ishlatib ketyapti. Endi domla agar shu narsaga haqli bo'lib hukm chiqargan bo'lsa-ku, xo'p. Agar haqsiz bo'lib hukm qilsa, domla ham azoblanadi, u ham. Chunki bir narsaga hukm chiqaradigan odam ba'zan nima bo'ladi? Hukm chiqaruvchilarni ikkitasi do'zaxda dedilar-ku Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bittasi bilmasdan turib hukm chiqaradi. Umuman ilm yo'q, lekin nafs havosiga ergashib chiqarib yuboradi. Bittasi bilib to'g'ri hukm qiladi, bittasi yaxshi to'g'ri izlanib, lekin noto'g'ri hukm qiladi. Xullas, bitta shu bilib turib hamma narsani to'g'ri qo'lladi-yu, hukmi to'g'ri noto'g'ri chiqishidan qat'iy nazar ijtihod qilgan va unga yaroqli bo'lgan insongina bittasi. Lekin qolganlari hammasi o'ziga nima do'zax sotib oladi. Bu ilm ahllariga ham og'ir narsa. Lekin insonlarni dindek juda ham nozik va o'ta xatarli narsaniga bunaqa nimani bir parvo qilmasdan, beparvo, ahamiyatsiz yondashishlikni agar ehtiyot bo'lmasalar o'zlarini halokatga otgan bilan teng bo'ladi. Bu juda ham og'ir narsa. Shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Rahmat domla, demak hukm olishda nafsi g'olib keladigan masalaga emas, balkim shariatimizning ko'rsatmasiga va uni ishonchli tarzda yetkazib beradigan ulamolarga ergashsa, albatta bunaqa noto'g'ri fatvolar olishda xatolarga yo'l qo'ymaydi degan umidimiz bo'ladi. Domla, muxtasar qilib aytganda, bugungi murakkab zamondagi haqiqiy fatvoni qayerdan, kimdan, qanday yo'l bilan olish mumkin degan xulosaviy bir fikringizni bayon qilib bersangiz bugungi ko'rsatuvimiz bo'yicha. Albatta, agar yana muxtasar qilib sizdan olsak bo'ladimi degan ma'noda bergan bo'lsangiz, yo'q, men haqli emasman. Biz fatvo markazida jamoaviy bo'lib, muftiy hazrat boshchiligida jamoaviy bo'lib ishlaymiz. Har bitta masala ustida ko'pchilik bo'lib hammamiz fikrlarimizni o'sha ustozlardan olgan, kitoblardan olgan fikrlarimizni yana qarab nechmatda muhokamalar qilganimizdan keyin birortamiz safarda u yoqda bo'lib turgan bo'lsak, u ham chetda qolmasligi uchun Telegram guruh orqali mana shu masala bo'yicha xulosangizni ayting deymiz. O'sha muftiy hazrat boshligida hammamiz shuni ma'qullab to'g'ri kelgandan keyin u narsani yozamiz. Endi shuning uchun shu fatvo markaziga o'xshagan yana mana islom ma'hadi bor. Uni ko'p ustozlari ham o'sha bizni fatvo hayotimiz, kengaytirilgan fatvo hayotimiz ham bor. Shunda a'zo ular. U yerda mana yana boshqa o'quv muassasalarimiz bor. Mana Ko'kaldosh yoki Buxoroda, boshqa Andijonda degandek ko'p joylarda bor. Shunga o'xshagan va katta ulamolarimiz imomlik qilayotgan masjidlarimiz bor. Mana nimalarimiz bor, vakilliklarimiz bor, musulmonlar idorasidan tashqari, o'sha hamma viloyatlarda. Ana shu joylarda bor, o'zimizni vakillarimiz bor. Shularni har biriga murojaat qilish mumkin. O'quv muassasalari bo'ladimi, u diniy idora, musulmonlar idorasi tizimidagi boshqa vakillik yoki boshqa nima bo'ladimi, markaz bo'ladimi? Ana shularga murojaat qilishlik mumkin. Masjidlarga murojaat qilishlik mumkin. Ular biz hozir shunday bir nimalik olib boryapmizki, o'zi fatvo markazimiz ochilishidan ham maqsad imkon qadar fatvoni bir xillashtirishga qarab nima qilyapmiz-da, kurashyapmiz. Endi bu baribir joylarga qarab turib o'zicha bir qanaqadir qisman nima bo'lishi mumkin. Lekin imkon qadar bu odamlar o'rtasida ixtilof chiqarmaslikka va fatvo so'rash deganda to'g'ridan to'g'ri shu o'zi nomi ham shu fatvo deb ataladigan markazga
murojaat qilishlikka, odamlarni olib kelishlikka harakat qiladi. Lekin yana shuni aytishimiz kerakki, o'z vaqtida kerakligini bilganimiz uchun ba'zi savollarga sizlarga javob berib boramiz 1-2 kunda o'rganib, 1-2 kun, 3-4 kunda deb shunaqa nimalarimiz ham bo'ladi. Ya'ni biror kimdir nima savol berib turib javob berisha olmadi-ku deb qolishlari emasliklari uchun uni ham ogohlantirib qo'yishim kerak. Ba'zan 1-2 kunda javob berishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana Qur'oni Karimda shunaqa insonlar chiqqan, faqat fatvolarni Qur'oni Karimdan olish kerak degan mana oxirgi paytda shunaqalar chiqib qoldi. Nima uchunki Qur'oni Karimda o'sha Alloh taolo ma farratna fil kitabi min shay'in degan. Biz Qur'onda hech narsani chetda qoldirmadik. Ya'ni har bir narsani Qur'on kamrab oldi degan ma'nodagi oyat va o'sha Qur'onni ushlasalaringiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga binoan shunday nimalar chiqib qolgan. Bularga ham aldanib qolmaslik kerak. Chunki bizni nimamiz, asosiy manbamiz Qur'on va sunnat. Ham Qur'ondan ham hadislardan foydalanib turib, fuqaholarimiz shu yo'l bilan nima qilgan? Biz ham shu yo'l bilan ketamiz. Chunki ahli sunna va jamoani yo'li shu. O'sha Qur'on nozil bo'layotgan paytda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ko'p o'rinda. Hattoki Qur'oni Karimning o'zining ichida oyatga qarasangiz, Alloh taologa va uni payg'ambarga itoat qiling. Qul atiulloh va atiur rasul va ulil amri minkum. Ya'ni itoat faqat bu degani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarga ham nima qilishlik kerak bo'ladi? Ergashishlik kerak bo'ladi. Shu Qur'oni Karim o'zi shu narsaga buyurgan bizni. Boshqa bir oyat karimada va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Payg'ambar sizlarga nimani bergan bo'lsa olinglar va nimadan qaytargan bo'lsa tiyilinglar o'sha narsadan degan mazmundagi oyatlar. Bularning o'zi ham o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'ondan tashqari sunnat orqali bayon qilgan narsalarga ham ergashishlik naqadar muhim ekanligini va biz fatvolarimizda ham Qur'on, ham hadis, ham ulamolarning o'sha nimalariga amal qilishligimiz va faqat Qur'onni o'ziga amal qilganlarga ergashgan, Qur'ondan boshqasi hammasi inson deydigan toifalarda fatvolarni uchratib qolsa, ayniqsa hozirgi paytda bitta-ikkita paydo bo'la boshladi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda ham bo'yini ko'rsatishni boshladi-da. Shulardan ham bir ogoh bo'lib qo'yishsin deb shuni eslatmoqchi bo'ldim o'sha so'zim oxirida. Alloh taolo barchalarimizni haq yo'lda bo'lishligimizni nasib qilsin. Mana bu sizni boshlagan xayrli ishingizni davomiy qilsin. Shu orqali ko'pchiligimiz o'zlariga diniy va dunyoviy yo'llarini bir to'g'ri topib olishligida bir sizni ham hammamizni hissamiz bo'lsa, biz uchun biz Alloh taoloning oldida juda ham katta bir hujjat bo'ladigan ish bo'lsin. Mana shunday davomiy bir bo'lishligini talab qolamiz. Va sallallohu alayhi sayyidina nabiyyi Muhammad va alihi va sahbihi ajmain. Rahmat ustoz, o'ylaymanki bugungi suhbatimiz o'sha fatvo berishga kim haqli deb nomlangan mavzu yuzasidan tomoshabinlarimiz tomonidan bu iliqlik bilan kutib olinadi. Ko'p savollarga chiroyli va shar'iy dalillar bilan javob berdingiz. Sizga yana bir bor tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat domla. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mavzu yuzasidan o'z fikringizni qoldiring. Balki sizning fikringiz bizni keyingi sondagi mavzularimizda muhokama etilishi mumkin. Kelgusi sonda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Bugun anglamasak, ertaga kech bo'ladi.